Assalomu alaykum barchalarga. Ushbu video orqali Fabio Cannavaro'ni O'zbekiston milliy terma jamoasiga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Shu haqida fikr bildiraman. Andijon Nasaf haqida ham fikr bo'ladi. Endi YouTube'ga tez-tez video chiqarib turmasam aktiv tushib ketib qopti. Fabio Cannavaro haqida o'ylab ko'ringlar. Ko'pchilik tanqid qilyapti, katta nashrlar ham tanqid qilyapti. O'zbekistondagi eng kattasi bo'lmish Chempionat Aziyani muxbiri Iskandar Abdulazizov yoki Abdulaziz Iskandarov tanqid qilib chiqdi. Buni Chempionat Aziya o'zini postida joyladi. El qatori bilasizlarmi, obunachisi ko'p anaqalar odamlarning fikrini boshqara oladi-da. Bizda odamlar baribir futbolni jinnisi emas-ku, futbolni ichida yurmaydi. Telegram kanallarga obuna bo'lib qo'yadi-da yoki YouTube'dan videolarni ko'radi-da, o'sha fikrga ergashib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Vaholanki UFA rahbariyatida ishlovchilarning miyasi, salohiyati bir tiyin bo'lib qolishi mumkin bunaqa paytda. Aytmoqchi bo'lganim, UFAda ahmoqlar ishlamayotgandirki, Fabio Cannavaro variantiga to'xtalgan bo'lishsa. O'zichi ancha yildan beri bitta narsani o'zimga qoida qilib qo'yganman-da. Bizda falsafa domillar ham o'rgatgan edilar o'sha paytda. Birov fikr bildirsa, senga yoqmasa ham, hatto noto'g'ri bo'lsa ham eshit va o'ylab ko'r, nimaga bunaqa deyapti deb, tegiga yet deb aytgan edilar. Xuddi shunaqa mana o'zingizlar ham o'ylab ko'rishingiz mumkin, nimaga Fabio Cannavaro'ni O'zbekiston milliy terma jamoasi o'ziga olib kelmoqchi. Undan oldin Paulo Bento bilan ham shartnoma qilmoqchi bo'ldi. Nimaga? Shularni o'ylab ko'rish kerak-da, kimdir yomonlasa ergashmasdan. O'zim ham tanqid qilaman, buyoqdan sababini ham qidirishga harakat qilib ko'ramiz. Keyin Andijonni Maksim Shatskix himoyachi Sardor Azmetdinov aytgan gaplari ham tanqidlarga sabab bo'ldi. O'zim ham tanqid qildim. Allohli Doha mamlakat chempionatida hali o'ziga kela olmay gandiraklab turgan bir paytda Kubogi doirasida, Qatar Kubogi doirasida quyi liga jamoasiga yirik hisobda mag'lubiyatga uchragan bir paytda, Andijonning uyiga tayyor kelib turgan bir paytda klub g'alaba uchun o'ynamasdan durangga erishib, xursand bo'lyapti, bu menga yoqmadi. Himoyachi Sardor Azmetdinov o'yindan keyin intervyuda aytgan, "Men 12-muxlislarimiz bilan biz durangga erishdik, unaqa deb maqtanyapti." Vaholanki guruh favoriti Al-Holidiya bo'ladi menimcha. Mana shu Arka dog'ini yutmasa, Al-Ahli Dohani yutmasa, Al-Holidiyani-ku yutishi qiyin. Guruhdan qanaqa qilib chiqishi mumkin, o'ylab ko'ringlar. Men bu duranglar bilan chiqa oladi deb o'ylaysizlarmi? Qiyin-da. Shunaqa paytda maqtashyapti-da, erishgan durangligisini maqtab turishibdi. Lekin buni ham tegiga qarasanglar va o'yinni ko'rsanglar, Al-Ahli Doha ikkinchi taymda yutib qo'yishiga bizani sal qoldi. Erjon Tokatayev Andijonni qutqardi. Nafaqat Andijonni Superliganing eng zo'r transferi Erjon Tokatayev. Endi Fabio Cannavaro haqida aytadigan bo'lsam, futbolchilik faoliyati qanaqa bo'lganini bilasizlar. Himoyachi bo'lib turib oltin to'p yutgan, o'sha Italiya himoyasi bilan mashhur bo'lgan paytda va jahon chempioni bo'lgan. Murabbiylik faoliyatini Osiyoda boshlagan, arab klublarida, Saudiyaning Al-Nasrida va bu Xitoyda, Tianjinda, Guangzhou Evergrande'da, keyin Yevropaga borgan. Yevropada biroz omadsizroq. Chunki uni tanqid qilib aytishadi, bu trener o'zini ustida ishlamaydi, taktikalarni chuqur tizimlashtirib chiqmaydi. Misol uchun, raqib burchakka qisilib qolgan payti markazdan nechta futbolchi burchakka borishi, out chizig'i bo'ylab nechtasi borishi. Misol uchun, mana bunaqa narsalar bor-da, pressing desa, faqat oldinga borib yopishish tushunilinadi umumiy. Shuni bo'laklab chiqsangiz, aniq qilib chiqsangiz, bu ham ko'rinadigan narsa-da. Misol uchun aytishadi, hamma narsa mayda zarralarga bo'linadi va eng mayda zarra atom deyishadi. Qadimda shunaqa deyishardi, keyin olimlar aniqladi, atom ham neutron, proton, yana bir nima 3 ta narsaga bo'linadi-da. Xuddi shunaqa pressingni ham bo'lib chiqsanglar bo'ladi. Misol uchun, raqib o'zini o'ng tarafidan pressing qilayotgan bo'lsa, siz futbolchilaringizni o'ng tarafga yo'naltirishingiz kerak, kopto bor joyga pressing qilishingiz kerak. Bu paytda futbolchi dovdiraydi va nima qilasiz? Faqat o'sha yerga qilasizmi? Yo'q. Boshqa yoqqa ham, variantlarga ham pressing qilishingiz kerak-da, chunki
ko'ptoni ushlab turgan bolaga pressing qilsangiz, u qatgadir pas berishi shundoq ham aniq, pressing tezlashtirib beradi shuni. Raqibni shoshiltirib beradi va boshqa yoqqa pas berishga undaydi. Agar pressingni faqat ko'p-to'pga qilsangiz, ko'ptoni olib ketayotgan bolaga qilsangiz, u boshqa yoqqa pas beraveradi, foydasi yo'q, bolangizni tili galstuk bo'lib qolgani qoladi. Ochiq joylarga ham berish kerak. Misol uchun pressing qilish kerak. Ya'ni raqib o'ngdan hujum qilyaptimi, ko'p-to'p bilan o'ngdan kelyaptimi, o'ngdan pressing qilasiz. Markazga odam qo'yasiz, markazdagi variantni yopish uchun va nariyoq qanotga tep formasligi uchun, tep forsa ham olib qo'yish uchun yoki vaziyat hatto 50-50 qilish uchun u yoqqa ham futbolchi qo'yib yugurtirishingiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa mayda tomonlari bor. Tanqidchilar Fabio Cannavaro shunaqa ikir-chikirigacha tahlil qilmaydi, o'rganmaydi, uslublarni qo'llamaydi deb hisoblashadi. Uni maqtaydiganlar esa Fabio Cannavaro qisqa natijalar uchun ayni muddao murabbiy deb atashadi va balki O'zbekiston milliy terma jamoasi ham jahon chempionatiga oz fursat qolgan bir paytda aynan Fabio Cannavaroni variant qilib ko'rayotgani oqilona fikr bo'lishi mumkin. Chunki Xitoyga borgan payti nima deydi, birdaniga Oliy ligaga bormaganda, mana shu oltin to'pni yutgan, jahon chempioni bo'lgan Fabio Cannavaro yulduz bo'lsa ham Xitoyga ikkinchi liga jamoasi Tianjinga borganda qisqa fursatda jamoani quyi liga, ikkinchi liga chempioni qilib, Oliy ligaga olib chiqqan. Tushunasizlarmi? Anu tarkibida yulduzlar bo'lmasa ham o'zini salohiyatiga ko'ra olib chiqqan. Murabbiyning uslubi to'g'risida ham gapiraman, hozir erishgan natijalari va sharmanda qilgan anaqa klublar to'g'risida ham gapirib olishim kerak. Qisqa video 3 minutlik qilib yozmoqchi edim, o'sha 7 minut bo'lib ketdi. Keyin uni Guangzhou Evergrande o'ziga bosh murabbiy qiladi. Guangzhou Evergrande bilan adashmasam birinchi mavsum yo Xitoy kubogini yutadi. Keyingi mavsum vitse chempion bo'ladi, ya'ni ikkinchi o'rinni oladi. Yo birinchi mavsumida ikkinchi o'rinni oladi, keyingisida kubok yutadi. Xullas, Guangzhou bilan o'tgan anaqasida 3 yilligida ham Xitoy kubogi bor, ham Xitoy ikkinchi o'rni bor, ham Xitoy chempionligi bor Fabio Cannavaroga. Keyin hamma tan beradi Yevropadagilar, futbol zo'r futbolchi, murabbiyligida ham zo'r bo'tdi deydi. Hamma ham bunaqa bo'la olmaydi. Andrey Pirlo misol uchun bo'la olmadi-ku. Va Fabio Cannavaroni ortga chaqirishadi, u Benevento klubida ishlaydi va kutilgan natijalar bo'lmaydi. Udinezeda ishlaydi, kutilgan natijalar bo'lmaydi. Keyin Dinamo Zagrebda ishlaydi, kutilgan natijalar bo'lmaydi. Yevropada uncha o'zini ko'rsata olmagan. Lekin qisqa fursatda jamoani o'nglay olgan. Tushunasizlarmi? Keladida birdaniga hammani o'zgartirib tashlaydi. Energiyasi bilan, yetakchiligi bilan-da. Unda liderlik qobiliyati bor. Bizning futbolchilar asosan ko'pchiligi qo'ysulu futbolchilar bo'lgani uchun ularda liderlik yo'q-da. Otabek Shukurov, Shomurodov, Oston O'runov, Abbosbek Fayzullayev, Odil Hamrobekov, Umar Eshmurodov, Ali Qulov, yana Farruh Sayfiyev, hammasi qo'ysulu bolalar, ko'rasizlarmi, asos tarkibi bolalar. Ani vajohati yo'q bolalar. Balki mana shularni Fabio Cannavaro bundoq bir g'alaba uchun jon olib jon berishga majbur qiladigan darajaga yetkiza olar balki. Vajohatli, qattiqqo'l, qonga tashna futbolchiga aylantira olar balki. Chunki unda ruh bor, qat'iyat bor-da Fabio Cannavaroda. O'sha psixologik tomonlama mana shunaqa, davay deydi. O'zbekiston milliy terma jamoasiga mosligi nimada? Albatta murabbiy tanlashda O'zbekiston milliy terma jamoasi rahbariyati Srechko Katanis uslubini davom ettira oladigan inson qidiradi. Nimaga Temur Kapadzeni qoldirishga harakat qilishmayapti? Muxlislar yozishyapti. Tepadagilar maqsadi soqqa ishlash, chetdan trener olib kelsa, shartnomasiga falon pul yozib yuborib, unga ozroq berib, o'rtadagi pulni o'ziga olish, mana shunaqa fitna qilishi mumkin deb aytishyapti. Lekin men o'ylashimcha, Temur o'zi umuman men sizlarga bor narsani aytib beraman. Srechko Katanis himoyakor futboliga Temur Kapadzeni hujumkor futboli umuman to'g'ri kelmaydi. To'g'rimi yo'qmi? Eronga qarshi Eron uyida 2-2 durang o'ynaganimizda biz hujumkor o'ynadik-da Eronga borib. Va 2-2 ga erishdik. Bu yaxshi, lekin jahon chempionatida bizdan ham kuchli komandalar bizani xo'rlashi mumkin. Tushunasizlarmi?
o'sha Kafa Cup'da ham ko'rdinglar, final oldidan asosiy futbolchilarga javob berib shoshdi. Va ko'rdinglar, O'tkir Yusupov jarohat olib qolgandan keyin 4-varatari tushirishga majbur bo'ldi, chunki Abduvohid Ne'matovga ketkazib yubordi. Temur Kapadze hujumkor o'ynaydi-da, bizga mos emas uncha. Sergio Katanis uslubiga mos emas. Keyin jahon chempionatida o'ynarkanmiz, baribir o'zimizdan kuchli komandalar bo'ladi u yoqda va agar maqsadimiz o'sha guruhdan qaytib kelish bo'lmasa, tepaga chiqish bo'lsa, o'zimizdan kuchli komandalar bilan o'ynashimiz tayin. Shunday ekan, bizga himoyakorroq o'ynaydigan, himoyadan chiqadigan trener asqotadi deb o'ylayman, hujumkor trenerdan ko'proq. Fabio Cannavaro yana bitta jihati, o'zi O'zbekiston milliy terma jamoasini qaysi murabbiy boshqarmasa, hamma jismoniy holatdan nolib kelganda, nolib. Va Sergio Katanis O'zbekiston milliy terma jamoasini pressingsiz jamoaga aylantirdi. Pressing qilmaydi O'zbekiston. Mana bu Fabio Cannavaro ham xuddi shunaqa o'rta pressing bilan o'ynaydigan murabbiy hisoblanadi. Undan tashqari o'zi himoyachi bo'lgani uchun o'yinni faqat himoyadan quradi, himoyaviy intizom. Ektor Koperga o'xshaydi. Ektor Koper ham boshida kelganda faqat himoya. Misrda ham hamma himoyada, faqat Salah hujumda. Ashna qiluvdi. Fabio Cannavaro ham shunaqaroq. O'ynagan taktikalari 4-2-3-1, markazda zichlashib o'ynaydi. 4-3-3 da ham o'ynaydi. Bu 4-3-3 ham markazga asosan qaratiladi va 3-5-2 da ham o'ynaydi. Bu Sergio Katanis uslubi. Asosan urg'uni markazga beradi, chunki markazdan raqibni kirgizmaslikka harakat qiladi. Yana shuni aytish kerakki, qarshi hujumlarga tayanadi, pozitsion futbolga tayanadi. Uzatmalarda himoyadan hujumga kaptonni tep borish yo'lini tanlaydi. Sergio Katanis ham xuddi shunaqa. Ko'p jihatlari Sergio Katanisga mos keladi hozir. Yana bitta narsani aytib o'tish kerak, u pragmatik futbol ko'rsatadi. Pragmatik futbolni bilasizlar, natija uchun o'yin. Yo durang yoki g'alaba, mag'lubiyat bo'lmaydi. Atletico Madrid, oldingi Atletico Madrid sizlarga misol bo'lsa, hozirgisi hujumkor o'ynayapti. Diego Simeonening bitta gapi bor. 90 minut himoyada yotsak ham hatto bitta vaziyat bo'ladi degan. Fabio Cannavaro ham shunga o'xshashroq himoyadan o'yin quradi, qarshi hujumlarga tayanadi. Himoyakor murabbiy. Balki bizga kerakdir himoyakor murabbiy, chunki ko'pchilikni himoyaga qaratib qo'yadi-da, tezkor Oston O'runovga tayanadi, vaziyatlardan foydalanuvchi Eldor Shomurodovga tayanadi. Bir Masharipov himoyadan yoki yarim himoyadan pastga hujumga chiqarish, o'yinni boshqarish tomonlama ham foydasi tegsa kerak deb o'ylayman. Shu Fabio Cannavaro'ni maqtadim men sizlarga. Tushuntira oldimmi? Sergio Katanisga munosib voris va shuningdek qisqa fursatda yaxshi natija qayd eta olishi bilan tanilgan murabbiy. Bizga ayni muddao. Endi katta video bo'lib ketyapti, mayli Andijon Nasaf haqida qisqacha gapiraman. Andijon agar o'zi qo'rqmasdan harakat qilsa, balki Al-Ahli Dohani ham yutishi mumkin edi. Endi Bahraynni amaldagi 2-o'rinda va hozirda 2-o'rinda ketayotgan Al-Holidiya klubi bilan yana o'zini uyda o'ynaydi. Mana shu oktyabr oyida o'ynaydi. Lekin Al-Holidiyani yutish qiyin-da. Al-Holidiyani yutishimiz qiyin. Agar Al-Holidiya bilan ham durang o'ynab keyin yana maqtanib chiqib o'tirsa, bu yaxshi emas, chunki hali Andijon Al-Ahli Dohani uyiga boradi. Al-Holidiyani uyiga borishi bor. U yoqda o'zini uyda ular kuchliroq o'ynashi, Andijonni yutib qo'yishi mumkin. Maqsad guruhdan chiqish bo'lsa, g'alaba uchun o'ynash kerak klub. Nasaf haqida gapiradigan bo'lsak, men gapirmay maqtagan bo'lib qolaman. Simeone Inzagini gapini misol qilib keltiraman. Hali bu jamoa dedi, barcha keyingi o'yinlarda raqiblariga bosh og'riq bo'ladi dedi. Al-Hilol bilan qanaqa tengma-teng o'ynaganini ko'rdinglar. Al-Hilol ikki jihat tomonlama Nasaf yutdi. Birinchisi Sergey Milinkovic-Savich aqli salohiyatiga ko'ra yutdi. Bola hujum ortida juda ham zo'r o'ynadi. Hatto yolg'onchi hujumchi bo'lib turib ham ichkarida yurdi. Birinchi golni urdi ko'rdinglar. Varatar bundoqqina xato qilib qo'yibdi. Varatar oldida yarim himoyachi paydo bo'lib qolyapti. Bu trenerning ishi. Ikkinchi Al-Hilolni qilgan ishi bu trenerning qilgan ishi, ya'ni
qanotlarimizni zararsizlantirib tashladi va jamoani asosiy o'yinchisi Oybek Bozorovga o'ynashga bermadi va Husayn Norchayevga ham o'ynashga bermadi. Buni ular uddalay olishdi. Teo Hernandesni ham mahoratini o'zingizlar ko'rdinglar. Aql va texnika hamda murabbiyning uslubi mana shu uchala Al-Hilolga g'alaba keltirdi. Ro'ziqulberdiyev xatosi bitta uslubga tayangani bo'ldi deb aytishimiz mumkin. Chunki u havodan uzatmalar beruvdi, chunki Al-Hilolning zaif tomoni havodagi to'playdi. Jamol Norchayevga havodan o'ynayverdi, yetmaganiga qanotlardan hujum qilish g'oyasidan qaytmadi. Al-Hilol qanotlarimizni yopib qo'ygani uchun natijamizga bu ta'sir qildi. Oybek Bozorov raqib bo'g'ib tashadi, boshqa qanotimizga ko'chirib balki boshqacharoq o'ynash ham mumkin edi, lekin Oybek Bozorovchalik o'ynay olmaydi boshqa qanotimiz. Shuning uchun ham Nasaf chaplashib hujum qilaveradi. Va yana o'sha Norchayevga uzatmalar bo'g'irgani bo'ldi. Al-Hilol biladi, bundoq qarasa chempionatda ham Norchayev o'ynalyapti, xalqaro maydonda ham birinchi turda Norchayev dubl qildi. Norchayev yopish kerak degan va yopib zo'r o'ynashdi. Bizga yana bitta hujumchi kerak bo'ldi o'sha o'yinda. Ro'ziqulberdiyev qo'rqdi va o'sha qo'rqqani uchun ham yutqizib qo'ydi. Lekin baribir keyingi tur o'yinlari Shabab Al-Ahlining uyida bo'ladi. Shabab Al-Ahli kuchli komanda, Nasaf bilan ham bilasizlar, o'zining uyida o'tgan yili yutuvdi Nasaf. Bu safar lekin boshqacha o'yin bo'ladi. Nasaf Shabab Al-Ahlidan kuchliroq. Garchi Shabab Al-Ahli o'zining uyida Al-Ittihodni yutgan bo'lsa ham, Al-Ittihod hozir vaziyati og'irroqligini inobatga olib turib, ikkalovini kuchini teng deylik. Mayli, salgina Shabab Al-Ahli ustunroqdir, lekin Nasaf Al-Hilol bilan sola-sol qilyaptimi? Shabab Al-Ahli bilan ham bemalol jangovar o'ynab keladi. Taktikaga ko'ra yutib kelsak bo'ladi. Lekin u yoqdan Do'raga ham yaxshi natija. Xayr, sog' va salomat bo'linglar.